O'g'lingiz nima qilib qo'yganini bilasizmi? Nima qilibdi, tinchlikmi? Faqat pulim yo'q deysiz. Qachon velosiped olib berasiz? O'g'lim, ozgina sabr qil, o'ligim tushdan olib beraman. Har doim aldaysiz. Hammada velosiped bu. Bitta menda yo'q. Ha uka, hali ham kirmadingmi? Sizni kutib turgandim aka. Birgalikda kiramiz. Bolam, meni ham tushun. Endi kerak emas. To'xta, qayerga ketyapsan? Mehmon kerak emasmi, singlim? Opa, bormisiz? Voy, aka, kelinglar. Hajiyam, nima bo'ldi? Bu o'rsoq har doim xafada. Hozir turgan dasturxon yozaman. Ovora bo'lma, singlim. Yig'laganmisan? Yo'q akajon, hammasi yaxshi. Aka, mol dunyo ketidan quvib, jigarimizni holidan xabar olmabmiz-da. Tinchlikmi? Nima bo'ldi bunga? Aka, yaxshi turibsizlarmi? O'tirchi. Sen yaxshimisan, aka? Ha, rahmat. Nimaga o'g'ling yig'lab chiqib ketdi? Bilmadim, gapimga kirmayapti. Sinfdoshlarga qo'shilib injiq bo'lib qolgan. Birorta yaxshi maktabga o'tkazay desam, yaxshi maktab hammasi shaharda. Bir o'zim ayol boshim bilan qiynalib ketdim, aka. Opa, men hammasini eshitdim. Siz xavotir olmang. Jiyanimga velosipedni man olib beraman. Hech qanaqa velosiped kerak emas. Nimaga aka? Hozir bir joy boramiz. Har bir ota-ona farzandining kelajagini porloq bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun biz ham aynan mana shu maqsad yo'lida Chilonzorda xususiy zamonaviy maktab ochishga qaror qildik. Bu yerda o'quvchilar mustaqil fikrlashni, chet tillarni, zamonaviy texnologiyalarni, eng muhimi hayotda muvaffaqiyat qozonishni o'rganishadi. Qani endi yuqoriga chiqamiz. Eng asosiy qismiga yetib keldik. Bu yerda o'quvchilarimizga 2 mahal issiq ovqat beriladi. 25 kilometr masofagacha bo'lgan o'quvchilarimizni ertalab transportlarimiz darsga olib kelishadi. Darsdan so'ng o'z uylariga olib borib qo'yishadi. Yana eng asosiysi bolalarning xavfsizligi ta'minlab qo'yilgan. Nima deysan, jiya? Zo'r ekan, tog'a. Bizga ma'qul. Bo'ldi. Unda biz sizni kutamiz. Aka, qimmat emas ekanmi? Bu yoqdan xavotir olma. Jiyanning o'qishi bizni bo'ynimizda. Rahmat. Sen esa uyni erkagisan. Bu yerda yaxshi o'qib, bizni faxrimiz bo'lishi kerak. Agar yana bir marta oyingga baqirsang, xafa qilib qo'yaman, tushundingmi? O'g'lingiz nima qilib qo'yganini bilasizmi? Nima qilibdi, tinchlikmi? Respublikada matematika fani bo'yicha o'tkazilgan fan olimpiadasida birinchi o'rinni egalladi. Voy, rostami? Onajon, Uka, jiyanga velosiped olib berishga imkoniyatimiz bor. Unga velosipedga erishish yo'lini o'rgatish kerak. Bu otamning o'gitlari. Xuddi shunday.